Salom do'stlar, siz Uzbegim TV kanalidasiz. Bugun e'tiboringizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan, yotoqxona deb nomlangan drama va qo'rqinchli janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Amerikalik 3 student ziyofat va jinsiy o'yin kulguni izlab Amsterdamga dam olgani kelishadi. Ularni birinchi kunlari tungi klubdan boshlanadi. Do'stlardan biri Oli mast bo'lib qolgan qizni paqapaq uchun do'stlarni oldiga olib keladi. Do'stlar qizni unchalik ma'qul qilishmaydi, lekin Oli qizni hojatxonaga olib kirib paqillatadi va suratga olib do'stlarga jo'natib yuboradi. Josh esa qizlardan biriga tutilib ketadi va tungi klubda katta janjal boshlanadi. Ular u yerdan ketishadi va fohisha qizlar yashaydigan mahallaga borishadi. Uchta o'rtoq qizlar bilan hech qanday jinsiy aloqa qilish olmaydi va tupikdagi ko'chaga kirishganda ular boshqa mamlakatdan kelganliklari uchun odamlar shisha idishini otishni boshlashadi. Aleksey ismli rus yigiti ularga yordam beradi va uyiga taklif qiladi. Aleksey ularga Slovakiyada joylashgan fohishaxonaga borishlarini maslahat beradi. Ertasi kuni yigitlar birgalikda poyezdga minishadi va Aleksey aytgan manzil tomon yo'l olishadi. Ularning oldiga yoshi katta bo'lgan tadbirkor kelib o'tiradi va uning xatti-harakati Joshni biroz tashvishga soladi. Josh unga qo'pollik qiladi va qariya ularning oldidan ketib yuboradi. Yigitlar Aleksey aytgan manzilga yetib kelishadi va taksiga o'tirib mehmonxona tomon yo'l olishadi. Mehmonxonaga yetib kelib, osiyolik ikki qizni uchratishadi. Hujjatlarini berib mehmonxonadan joy olishadi. Menejer qiz Oliga yoqib qoladi. Keyin ular xonalarga kirishganida ikki rus qizni uchratishadi. Joylashib olishgandan so'ng saunaga chiqishadi va u yerda yalang'och holatda o'tirgan Natali va Svetlana bilan tanishib olishadi. Saunadan chiqib qizlar bilan birgalikda tungi klubga borishadi. Qizlar yigitlarni kayf qildiradigan tabletga berishadi. Ular o'yin kulgu qilib mazza qilishadi. Josh esa Natali bilan birga qoladi va sigaretaga allergiyasi borligi uchun qizni oldida o'tira olmaydi. U tashqariga chiqqanida ko'chaning yosh bezori bolakaylari Joshdan pul va zvachka berishni talab qilishadi. Keyin uni poyezdda uchratib qolgan amaki qutqarib qoladi va Josh unga qilgan qo'pol muomalasi uchun uzr so'raydi. Ular suhbatlashib turishganda Natali Joshni olib ketadi va yotoqxonada paqapaq qilishadi. Josh birinchi marta qizlar bilan jinsiy aloqada bo'lganligi uchun shok holatiga tushadi. Pekiston ham Svetlana bilan jinsiy aloqada bo'ladi. Tun ular uchun ajoyib o'tadi. Ertasi kuni ertalab o'zlariga kelishganda qizlar ular bilan birga bo'lmaydi. Oli esa g'oyib bo'lganda, ular Olini izlashga tushishadi. Afsuski, u hech qayerda yo'q edi. Pekistonning telefoniga Oli va osiyolik qizning rasmi keladi. Ularning orqasida turgan imoratga ko'zlari tushadi va Oli o'sha yerda bo'lishi mumkin deb o'sha bino tomon borishadi. Kimdir ularni chalg'itish maqsadida qo'rqinchli muzey tomon olib ketadi va o'sha odam Oli bo'lishi mumkin deb o'ylashadi. Afsuski, u boshqa odam bo'lib chiqadi. Oli esa kallasidan ayrilgan va osiyolik qizga navbat kelgandi. Qizlarning xatti-harakati yigitlarda shubha uyg'otadi. Tunga yaqin yigitlar yana qizlar bilan xohlagan ishlarini qilishadi va Josh o'zini yomon his qilib xonasiga keladi. Menejer qiz Joshni yomon odamlar qo'liga topshiradi. Pekiston esa qizlar bilan birga edi va ularga ichimlik olib kelgani ketayotganida o'zini yomon his qiladi va u ham qattiq uyquga ketadi. Ertasi kuni ertalab Josh o'ziga kelganida kallasida qop-qora qop turgandi va qo'llari, oyoqlari bo'ylangan holatda edi. Poyezdagi qariya uni qiynab, oyoqlarini kesib tashlaydi. Josh ham Oli kabi qiynoq bilan o'lim topadi. Pekiston o'ziga kelganida tungi klub omborxonasida edi va u yerdan chiqib mehmonxonaga boradi. Xonasiga chiqqanida qizlar bor edi va ular Pekistonni saunaga taklif qilishadi. Joshning g'oyib bo'lishi mehmonxonadagi holat unda shubha uyg'otadi. Do'stlarning o'limidan xabari bo'lmagan Pekiston ularni o'ylab ketayotganida bezori bolakaylarga duch keladi. Keyin u do'stlari yo'qolib qolganligi uchun politsiyadan yordam so'raydi. Ko'chada ketayotganida bezorilar mahallasida Natalini ko'rib qoladi va uning ketidan borganida qizlar dori chakib o'tirishgandi. Keyin u qizlardan do'stlarini topishga yordam so'raydi. Natali unga yordam berishi uchun uni tashlandiq binoga olib boradi. U yerga kirishayotganida darvoza oldida qorovullar qo'lda qurol bilan turishgandi. Natali yigitni ichkariga olib kiradi va Pekiston Joshning jasadini ko'rib shok holatiga tushadi. Qizga tashlanmoqchi bo'lganida ikki erkak kelib uni olib ketishadi. U yer faqat sayohatga kelgan odamlarni qiynab o'ldiradigan bino edi. Pekiston amerikalik bo'lganligi uchun uni ham qiynab o'ldirmoqchi bo'lishadi. Baxtiga jinoyatchi ozgina noto'g'ri qadam qo'yib, yiqilgani uni qutqarib qoladi. Pekiston 3 barmog'idan ayriladi, jinoyatchini esa o'ldiradi. Qorovul ularning ovozini eshitib ichkariga kirganda, Pekiston xuddi o'zini o'lganga o'xshatar edi va qo'lidagi to'pponcha bilan qorovulni ham o'ldiradi. U yerdan qochishga harakat qiladi va boshqa xonaga o'tganida qotil kelib qoladi. U jasadni tagiga yashirinadi va Joshni qiynoqqa solgan xonaga borib qoladi. Qotilni ham o'ldirib, lift orqali u yerdan chiqishga harakat qiladi. Noma'lum bir xonaga kirib, toza kiyimni olib kiyadi.
Shunda ma'lum bo'ladiki, bu elita ov klubi bo'lib, bu yerda siz har qanday millat qurboniga zo'ravonlik uchun buyurtma berishingiz mumkin. Hatto har bir millatning narxi bor edi. Pekiston u yerdan chiqish yo'lagini topadi va chiqib ketayotganida osiyolik qizni qiynashayotganini eshitib qoladi va uni qutqarish uchun bino ichkarisiga kirishga majbur bo'ladi. U qizni qutqarib qoladi va qizning ko'zlaridan birini kesib tashlashga majbur bo'ladi. U qiz bilan yo'ldan qochishga erishadi. Ularning ketidan jinoyatchilar to'dasi tushadi. Yo'lda ketishayotganda Aleksey va ikki qizni ko'rib qoladi va mashina bilan ularni urib yuboradi. Jinoyatchilardan qochib qutulish uchun bolakaylardan foydalanishadi. Ular poyezd bekatiga yetib kelishadi va qiz o'zini oynada ko'rib shok holatiga tushadi va poyezdga o'zini tashlaydi. Pekiston bir o'zi poyezdga ketayotganida gollandiyalik amakini ko'rib qoladi va uning ketidan tushib, ularga qanday azob bergan bo'lsa, qariyani ham xuddi shunday qilib o'ldiradi. Film mana shunday ayanchli yakun topadi.